Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun bir xonadonni mebellarni qo'yib topshirdik. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. High-tech usulida qilingan. Tumbalari bor. Mexanizmlar vakuumga qo'yilgan. Mebelimiz matrasimiz 1 million 300 minglik matras. Mebelimiz krashinli mebel, polностью, hatto spalnining bokovoylarigacha hamma joyda krashinli. Bu yoqda shkafimiz o'zgacha uslubda ishlangan. Bu ham krashinli. O'rtadagi ikkita joyga oyna tushadi. Oynasi hali yetib kelmadi. Chekasi avani yodoviy bo'ladi. Shu hisobiga ozgina kechikayapti. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Kraska suxoy MDF ga sepilgan ruchnoy. Ruchkalar ham o'ziga mos. Hamma narsa original qo'yilgan. Bu tarafi kuyov bola uchun. Mana pastki tepasi. O'rta qismi kiyimlar taklash uchun. Ichki qismi kelin uchun. Bu komplektimizda trimosi bor. Bu xonaga sig'madi, chunki xonasi kichkinaroq ekan. Trimosini bu yoqqa qo'yib qo'ydik koridorga. Trimosi ham o'ziga komplekt. Bufiga bilan birgalikda. Hamma mexanizmlari original qo'yilgan. Ruchkalar, relslar. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Shunaqa zakazlar bo'lsa qilib beramiz.